Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Inshaalloh bir oy ichida Izboskan tumanida 3-bo'limdagi Farruh akamizni, ya'ni Avaz tog'amning o'g'illari Farruh akamning xonadonini yakunladik inshaalloh. Xudo xolasa juda chiroyli qarindoshlar, Avaz akam hamma şeyda. Soat eng qizig'ini aytsam, hozir 7dan 35 minut o'tdi. Mehmonlar kelgan ekan, usta she'rli ekan, hali ham deb chiqishdi. Bir duo qilib chiqib ketamiz, uylarni ko'ramiz deb juda xursand hamma. Chunki hattoki abo'ydi, hamma narsani ranglari juda bir ochiq svetda, go'zal chiqibdi deb xursand, hammaga juda yoqdi. Endi juda ko'p narsalarni menga aytishdi, rahmatlarni aytishdi. Xudo xolasa mana duoda ham o'zlarini niyatlarini, tilaklarini aytishmoqchi. Mana atayan kelishibdi. Avaz tog'am, mana Xudo xolasa Farruh akam otalari. Avaz tog'a, uylar qalay, yoqdimi? Juda ham go'zal. Allohga shukr. Duo qiling. Mana shu hurmatli obunachilar, mana ukamiz Abdurahmonni ishlarini ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Bundan buyog'i ham qo'llari bundan ham go'zal, bundan ham chiroyli xonadonlarni qilishga Allohning o'zi ro'zay nasib aylasin. Rahmat. Qo'ligul usta juda ham bizga yoqdi qilgan ishlari. Ma'nili, mazmunli, juda ham chiroyli ishlar, go'zal ishlar. Sizlarga ham taklif etamiz. Hammalarga albatta shu yigitni taklif qilamiz. Ishlari hammalarga yoqadi degan umiddamiz. Iloyim. Rahmat, tanjonlar sog' bo'lsangiz sizni ham. Bitta duolar. Endi aziz obunachilar, qo'ni qo'shnilar ham chiqishdi. Qolgan hozir video orqasida ham qarindoshlar bor, Farruh akam ukalari Abror bor shu yerda. Duo qilinglar Abrorga ham. Mana Xudo xolasa yangilik bo'lyapti Abrorga ham. To'y yaqin, Xudo xolasa duo qilib qo'yinglar azizlar. Tezlashib Abrordan mana juftini topib, qo'sha qarib uzoq umrlar ko'rish nasib qilsin Abrorga ham. Endi azizlar, yana bir gap aytsam, bu xonadonga kelganimda qandaydir bir juda xursandchilik bilan kelganman. Imkon qadar juda chiroyli ish qilib, duosini olib chiqib ketish niyat qilgan ekanman. Mana shu kunga Xudo xolasa yetib keldik. Mana Avaz akam kelib, hozir Avaz tog'am kelib juda xursand bo'ldi. O'zi chiqib kelib yuribdi. Farruh akam chekka chiqqan. Katta eshik, Avaz akam xonadonlari juda yaqin. Eng qizig'i, Farruh akam qaynonasining uyi ham juda yaqin. Oldingi videoda gapirib o'tganman, Ho'jayami qaynonasini shu yerda bizga qarab, vaqt bemahal oziq-ovqatimizga qarab shunaqa qilib turdi. Rahmat, tanjonlar sog' bo'lsin, Ho'jayam ham. Endi azizlar, ammalar shu yerda duolari bor ekan. Videoni bu yoqqa olatamiz. Biz kadr orqasida o'tiramiz endi. Kim qiladi duoni? Onalaridan. Ilohomin, Parvardigorim, shu kunlarga yetkazganiga shukr. Allohim. Mana o'g'limiz Farruh beyni xonadonidamiz. Mana chiroyli Abdurahmon beyni ishlarini ko'rib, xursand bo'lib, shu bolani ham umriga, rizqiga topganlarga Alloh baraka bersin. O'g'illi, qizli bo'lsin. O'g'limizni ko'p bo'lsin. Rahmat. Tanjonlari sog' bo'lsin. Qo'llari dard ko'rmasin. Rahmat. Bundan da chiroyli bo'lib yuraversin. Ilohim. Tarbiyada ham, hurmatda ham tanjonlari sog' bo'lsin, umrlariga, rizqlariga topganlarga baraka bersin, bolalarini baxt kamollarini ko'rib yuraversin. To'ylar bo'lsin, yaxshilik kunlar bo'lsin, xursandchilik kunlar bo'lsin. Biz ham shu bolalarning baxt kamollarini ko'rib yuraveraylik. Mana ammajonlari, momajonlari, hammamiz birgalikda turibmiz. Qatorlarimizda xato bo'lmaylik. Qatorlarimizda xato bo'lmaylik. Sizlar aytib oling endi. Mana momalari gapirib qo'ying. Rahmat ustamizga ham katta rosa chiroyli ishlar qildi. Ko'rib ko'zimiz quvondi. Rahmat, tanjoni sog' bo'lsin.
ota-onalariga mana shuncha rahmatlar beryapti. Bundan keyin ham bu ishlari bardavom bo'lsin. Ishlariga rivoj tilaymiz, omadini bersin. Farruxga ham omadini bersin. Mana hamma yoqda olib kelib, juda chiroyli qilib o'rniga qo'yib ustamiz juda go'zal qilib bir xonadonni gullatib chiroyli qilib qo'ydi. Rahmat hammaga. Rahmat. Obunachilaringiz ko'payaversin. Ko'paysin, ko'ringlar. Sizlar ham taklif qilinglar, hurmatli obunachilar, Abdurahmonjonni taklif qilinglar, xonadonlaringizga ishlar bo'lsa. Ishlari zo'r mana yaxshi. Juda go'zal. Omadingiz bersin sizga. Amin. Xonadonlarimizda yaxshilik Rahmat olasiz. Ayozda Imronbek. Kanalga obuna bo'ling. Oh, Nima deydi? Nima deydi? Inglizcha gapirdi. Mustafa she'riyat berar ekan. Ingliz tilida. Inglizcha. qani Mustafa bitta eshitaylikchi, eslaylik. Qani inglizcha. Men she'riyatlamayman-da. Siz she'r aytmasangiz obuna bo'lishmaydi ekan. Bo'ling. Yoki she'rim yo'qda. Oldin O'zbekcha ham bo'laveradi. Batona til haqida. Kimdir mayda millat bo'ldi. Kimdir katta millat afandisi yo'qdir hatto. Biz piyoda yur, boqqanlar yurdi otda. Zulm o'tsa faqat seni o't zulm ona tilim. Kechir meni ona tilim. Oh, barakallah. O'tgan safar obunachilar Ibrohimga zo'r she'r aytar ekan. Yana bitta aytib bersin. Qani? To'g'ri qarang. Kameraga qara. Ayto, bilganingni ayto. Unga qara. Bilganingizni ayting. Ali vatan haqidagi Imronbek zo'r aytibdi, barakalla deb birasa nimada yozishibdi. Vatan haqida aytgan. Ha, shuni zo'r aytibdi deyishdi. Men dunyoni nima qildim? O'zing yorug' jahonim, o'zimga bayt, o'zim sulton, sen taxti Sulaymonim. Yolg'izim yagonam deyma, topingan koshonam deyma, o'zing meni ulug'lardan ulug'imsan vatanim. Baryozbek qochdi. Rahmat o'g'lim. Video qani olib turingchi, men Ha. kuxunni bitgandan keyin ertaga ko'rsataman deb va'da berib qo'ydim. Men kuxunni ham Bir ko'rsat. Ha. ana kuxunni mana shu izbosganlik ukamiz qimillatmasdan olasiz, menga qaratasiz. Yasadi buni, yasab razmerlarda olib, xalidini hammasini tushadigan qilib yasab kelib berdi Ulug'bek. Men nomerimni aytib ketaman. Ulug'bek ham juda qo'li gul, juda ham yaxshi bor ekan. Haligi erinmasdan kelib, kamchiliklarini bitkizib, harakatchan bor ekan. Kamtar ham mabodo kuxunni masalasi zakaz bo'ladigan bo'lsa, azizlar, men nomerlarimni qoldirib ketaman. Menga chiqarasizlar. Men orqali Ulug'bekdan xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana xalidinimiz tepasini nasoslik qilib o'rnatib berdi. Bu yerlarimiz mana pelipra va shunga o'xshagan narsalar joylaydigan qismimiz. Hammasi juda zo'r, nasosli, vakuumli qilib qo'ygan, mana o'zi tortadigan qilib. Bu yer idishlarimiz sushilka. Mo'ykani ham mana Farruh akam yaxshi davom kelib bering deganda, bemalol maza qilib ishlatadigan yaxshi mo'ykadan olib kelib berdi. Suvlar hamma yo'lda ochdik, kir mashinalar ishladi, xudo xolasa. Nimasi ham stolitsalarini ham zo'ridan qilib keldi. Material o'zi ham akril materialdan qilib kelgan. Mablag'ini masalasiga keladigan bo'lsak, hammaga qizil joyi 12 million so'mdan ziyodroq. Uzunligi taxminan 6,5 metr shunaqa. Gaz plitamizni endi o'rnatamiz. Hozir olib chiqishga tayyorgarlik ko'rib turganimizda mehmonlar kelib qoldi. Vitishkalarimizni ham o'rnatib, joylab ketdi 1 soat oldin Ulug'bek. Azizlar, mana shu kuxunimiz, chiroqlarimizni o'rnatganmiz. Chiroqlarni ham pultlisi bo'lib ketdi. Pultlarimizni qo'ydik. Tepada
Qayerda ko'rdim Mana. hozir. Yo'q, bulut tepada. Ha, bayada ekan. Mana pultda o'zgaradi. O'chib yonib. Bitta pul hammasiga ishlayverar ekan qizlar. Naringni ham ko'rsat. Mana onachilar baytam gap qo'ylar. Havasman bo'lganga yetmaydi. To'g'risini aytganda ham hamma narsaga ham havas bilan, yaxshi niyat bilan Farruh akam ham o'zi mana Xudo berdi-da menga, deb mehnat qilib topib keldi. Alloh berdi, shu kunlarga yetkazdi deb turib, balki men materialimizdan yetmay qoluvdi. Bozorga ketuvdi. Kelib turib kelganda samozellarni, aynalarini qo'yib hamma yoqda joylab bo'ldim. Faqat dushovoy kabinani Toshkentdan kelish kerak edi. Uni kutib turibmiz. Azizlar, dushovoy kabinalar kerak bo'lsa ham men nomerimni videoga qo'yib beraman. Aloqaga chiqarasizlar, dushovoy kabinalardan qilamiz. Hammom, shunaqa uylar bitkizish kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Ichkarilarga ko'rsatamiz. Ichkariga. Ichkarilarni ko'rsatamiz. Ichkarini ko'rsatadi. Yettiyurilar endi. Pardalari Azizlar, mana ozgina ishimiz qolgan. Mana shu ostona qismimizni laminatini bosib turgan paytimizda mehmonlar ketdi. Mana biz ham yotoqxonaning ichiga ixcham qilib 120 ga 120, ichki qismini 120 ga 120 qilib turib yasadik buni. Buni ixcham bo'lish uchun dushovoylarni ham ixchamrog'ini qo'yganmiz, yaxshisidan, qimmatidan qo'yganmiz. Ixcham, mana qo'lda ishlatadigan, tepaga qo'yib olib turib ishlatsa ham bo'laveradi. Mana aynalarimizni ham bejirim yaxshisidan qo'yganmiz. Bu aynani yaxshi deganim sababi nima? Buni ko'rsatishi tiniq, yarki ko'rsatadi. Ba'zi aynalar xiraroq ko'rsatadi. Puli balandroq, yarkiroq ko'rsatadi. Uzoqroq xizmat qiladigan aynalar. Sochiqlar yonimiz, bu fenga deb qo'yib ketganmiz. Germetichniy razvedka bu. Mana bu yerlarga shampunlar beramiz. Bu yer salon idishi. Mana bu yerga dushovoy kabina zakaz qilganmiz. Toshkentdan keladi bu. Shu kunlarda kelish kerak. 10 kun, bir haftaning ichida keladi bu narsa. Razmer beramiz, zakaz qilganimizdan keyin bir hafta 10 kun ichida keladi. Bu qanday bo'ladi? Shunday kelasiz, burchakdan menga qaraysiz. Burchakdan ikki yoqqa, ikki tomonga suriladigan kupeniy bo'ladi. Shunday burchakdan ikki tarafga surasiz, kirib keta olasiz ichkariga. Boilerda ham oshxonaga qo'ymoqchi edik, oshxonadan joy bo'lmadi bizga. Shu yerga qo'yishga majbur bo'ldik. Boilerimiz 50 litrli boiler. Azizlar, nomerimni og'izdan keyin aytib o'tib ketaman. 97lik 985 8085 raqamlariga aloqaga chiqarasizlar. Kimda qanaqa shunday xizmatlar bo'lsa, imkon qadar vaqtimizga qarab bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Shu nomerimizga 97lik 985 8085. Bizda elektrika, santexnika, remont, tom yopish, hamma ish uydagi noldan qilish imkoniyatimiz bor inshaalloh, Xudo xolasa. Bemalol azizlar aloqaga chiqarasizlar. Mana ko'rdinglar, Xudo xolasa uyda egasi juda xursand, hammaga xursand, yoqdi. Faqat bu yerda nima? Faqat ustaning mahorati emas bu yerda. Uyda egasini dedi usta bilan birgalikda ishlovlashi. Nimaga bunday deyapsizlar? Materialni, masalan, abo'yni tanlayotganda birgalikda borib tanlaymiz. Meni maslahatimga quloq soldi. Men uyda egasini fikriga quloq soldim. Bir-birimiz bilan maslahatlashgan holatda hamma narsani, ranglarini, sifatini tanlashda birgalikda, hamkorlikda. Bitta narsa bor-da azizlar. Telefondan ko'riladi, internetdan ko'rib turib menga mana bu narsani qilish kerak degan xulosa kelib qoladi insonga. U internetdagi olingan rasm umuman boshqa bino, boshqacha proyektga tushgan narsa bo'ladi u. U tanlagan narsasi o'zini uyiga, xonadoniga tushmashi mumkin u dizayn. Mana dizaynni uyda holatiga, joyiga qarab turib tanlash kerak bo'ladi.
Bizda shunday bo'ldi, uyda holatiga, ko'rinishiga, bo'yiga, hamma narsani e'tiborga olgan holatda dizaynini tuzdik o'zimiz, tanladik. Svetlarni, gullarni, mana sanuzelni, bu yerda kafel quladida PVX paneldan urdik. PVX panel yaxshi, orqasiga suv o'tkazmaydi. Keyinchalik kafelda ba'zi joylarda sho'rlaydigan joy bo'lib qolsa qo'yib yuborish mumkin. Buni jiddiy gvozda yoki titanda mahkamlanadi. Bu qo'yib yubormaydi. Kattaroq hammomlar, sanuzellarimiz bo'lsa kafel qilishimiz kerak, lekin bunaqa kichkina dushovoylarga bu narsa yaxshi. Ham tez bitadi, ham arzon bitadi, ham turishi ham yaxshi. Ko'p joyga, gabarit katta joylarga beradigan bo'lsak, bunda ozgina hid chiqarish bo'ladi. Bu narsa bu kichkina joyda unchalik ham bo'lmaydi. Kichkina joyga foydalansa bo'ladi. Azizlar, kuzatayotganlar uchun katta rahmat hammanglarga. Sizlardan yagona iltimosimiz like bosish esdan chiqmasin. Chunki bizning kanalimizning rivojiga bu katta hissa qo'shadi. Podpiska bo'linglar, bo'lmaganlar iltimos. Va albatta tanishlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Azizlar, hammanglarga katta rahmat. Boringlarga shukr. Alhamdulillah sizlar bor. Bizni kuzatib turibsizlar, biz videolar qo'yapmiz. Sizlarga katta rahmat. Assalomu alaykum, rahmat.